Xitoy doiralarining Sharqi Turkistonning Ili oblastida 2018-yili jazo lageriga avatilgan va 19 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan oqqon kasaliga giribtor bo'lgan qozoq yoshining davolanishiga yo'l qo'ymagan. Yücel Tanayning Facebook hesabida ham bahirlangan bir hujjatga qaraganda qozoq yoshga qon raki deb diagnoz qo'yilgan bo'lsa-mu, lekin mas'ul organlar uning davolanish iltimosini tasdiqlamagan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoy Sharqi Turkistonda Uyg'urlar bilan birga qozoqlarni nishon qilgan keng ko'lamli xohlagancha qo'lga olish harakatini qo'zg'adi va millionlagan kishilarni jazo lageriga qamadi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan Wuhan virusi yuqumi dunyoga tahdid selayotgan bir paytda bu lagerlardagi tozalik va sharoitning nachar bo'lishi va hech qanday mudofaa tadbirlarining qo'llanmasligi andish qo'zg'amoqda. Xitoy Komünist hökuməti yıllardan buyon o'ziga xizmat qilib kelgan Uyg'ur amaldorlarini atalmış pora elish va intizomga xiloflik qilish jinoyatlari bilan ayblab, ularni yo'qotishni davomlashtirmoqda. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, atalmış Uyg'ur avtonom rayonlik dehqonchilik nazoratining sobiq noziri Akbar G'ofur haqidagi tekshirishlar oxirlashgan bo'lib, rasmiy holda sud mahkamasining bir taraf qilishiga o'tkazib berilgan. İlgilenişçe, Akbar G'ofur 1953-yili Oqsuda tug'ilgan bo'lib, 1975-yili Xitoy Kompartiyasiga a'zo bo'lgan. 2017-yilning 5-ida dehqonchilik nazoratidan dam olishga chiqqan bo'lib, ig'ir darajada intizomga xiloflik qilish va pora elish bilan ayblangan. Izchil Sharqi Turkistonning vaziyatiga ko'ngil bo'lib kelayotgan Zimiston to'rining xabar qilishicha, o'tgan yili Ningxia o'lkasining Yinchuan shahridagi bir diniy maktab taqib etilgan va bu maktabdagi 100 ming parcha Qur'on yig'ilib ko'ydirib etilgan. Shuning bilan birga Shandong o'lkasida bir diniy maktab taqib etilgan. Xitoy doiralari bu ikki maktabda o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarni tutishga uringan. Xabarda aytilishicha, Shandong o'lkasi Jungshaxay Tungan yezisida atalmış Sharqi Turkiston bo'lgunchi va terrorchi kuchlarini tutish bahonasi bilan bir maktab tekshirilgan va orqadan taqab pechatlab etilgan. Xabarlarda yerlik Tungan o'qituvchi va o'quvchilarning soqchilarning Uyg'ur o'quvchilarni tutib ketishiga yo'l qo'ymaganligi ilgari surilgan. Voqeaga shohid bo'lguvchilardan biri Zimiston to'riga Uyg'urlar tutqun qilinsa va yoshlarimiz diniy ma'rifdan mahrum qolsa, bizning e'tiqodimizning kelgusi yo'q bo'ladi degan. Yovvoyi hayvonlar iste'mol qilishiga qarshi noroziliklarning kuchayishi bilan Xitoyning Shinjin shahrida it va mushuk go'shti cheklangan. Shinjin Xitoyda bu xil belgilama chiqargan tunji shahar bo'lgan. Ilmiy tadqiqotlar dunyoda necha 10 minglagan kishining jiniga zamon bo'lgan Wuhan virusi, chashqan, yilon va shaparan qatorliq hayvonlar setildigan bir bozorda o'tirg'i chiqqan deb qaralmoqda. Tunji yuqumdorlarning Wuhan shahridagi yovvoyi hayvon bozori bilan munosabatli bo'lishi bu virusning hayvonlardan odamlarga yuqqan bo'lishi ehtimolligini kuchaytirdi. Wuhan virusi dunyodagi barliq davlatlarga yamrab hayotni palash holiga tushirib qo'yishi bilan Xitoydagi yovvoyi hayvon bozorlarining xavfi haqidagi andishlar mutaxassislarning dokladlaridan cho'ng taratqulargacha yer oldi. Bu besimlar natijasida Shinjin shaharlik hukumat 1-oydan boshlab it va mushuk go'shtining ma'ni qilinganligini e'lon qildi. Shuning bilan birga Xitoydagi yovvoyi hayvon iste'molining cheklanishi haqida nurg'un imzo faoliyatlari olib berilmoqda. Xitoyning Wuhan shahrida o'tirg'i chiqqan va COVID-19 deb atalgan virus 200 dan ortiq davlat va rayonga yamrab dunyoviy vaboga aylandi. Eng yangi uchurlarga asoslanganda dunyo miqyosida Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilar soni 1 milliondan oshdi. O'tgan bir haftaga yetmagan vaqt ichida yuqumlanuvchilar soni 2 hassa oshdi. Yuqumlanuvchilar soni eng ko'p bo'lgan Amerikada 235 mingdan ortiq kishi yuqumlandi. İkinci o'rindagi Italiyada 115 ming, 3-chi o'rindagi Ispaniyada 110 ming, Germaniyada bo'lsa 84 ming kishi yuqumlandi. Italiyada Wuhan virusi bilan o'lganlar soni 12915 ga, Fransiyada 4503 ga yetdi. Eron parlament raisining virus bilan yuqumlanganligi bildirildi.
Türkiyədə 2 aprelgacha yuqumlanğuchilar soni 18135 ga, vafot bo'lg'uchilar soni 356 ga yetdi. Yana bir tarafdan Osiyo davlatlarida ikkinchi bir yuqum to'lqinining o'ttirg'i chiqishidan andish qilinmoqda.